Yakın ayağı dikkat kıvatımız qeyrinişimiz Salih Xudoyor Amerikada nayeticanlıq faaliyetlerini hep beri vatıdı. Mesela Amerika kongreslerinden görüşüş, bir kısım devletlerinki konsul halları, elçi halları bilen görüşüş degendik. Muş faaliyetlerinde Facebook'tan çıkmışı bilgen bulduk. Salih Xudoyor qeyrinişimizin öz ağıldan anlasak. Hamda qarasak, hamda biz qarab o'tsak, hech kim bizga yordam bermaydi. O yordamni o'zimiz izlamasak bo'lmaydi. Uning ishini chekmasak, ular bizni kelib ishimizni chekmaydi. Sana yordam beray deb. Shuning uchun hamda bu Amerikada hamda Washington atrofida bo'lgandan keyin shu butun hamma davlatlarniki nimalar bor, Amerika shu g'arb dunyosiniki 5 hamda demokratik Ör dünyasındaki lideri bo'lgandan keyin bunu chuqur yordam qiladi. Xitoy bilan munosabati kundan kun buzilayotgandan keyin buningda bu fursatdan foyda topmasak bo'lmaydi deb shu mobil qarinishim bilan ishimiz o'sha vazifani üstümüz oldik. Hech kimga davron qilmaymiz demay, o'zimiz shu muslimin qilib namoyishninki o'rinlashtirishini shikoyat ruxsat oldik namoyish qilishdan. Şu Amerika parlamentinin aldıdan günde nemayiş kılışta şikayet ruhsat aldık. Hem de şahsen emmeden şikayet turduğun nimsi yok ama şikayet ya da günde turumuz. Ta bizdeki Şarkı Türkistan ve Uygurlar hakkında bir karar çıkarsa. Bu fikirnin o şu bir neçe devletlerindeki alışkanlarına baksan buna küreşip, küreşten Uygurlar nemi kıysak biz qanday qilsak sizlarning yordamingni ola olamiz. Biz qanday qilsak sizlar bizga yordam berasizlar deb savol qo'ysam, bular bizga bir necha o'zida biz sizlardan aslan umidni uzib bo'lgan to'g'ri. Chunki sizlarningki mavjud raislarlar, rahbarlar, tashkilotlar nechiqatim nimbagan to'g'ri, talablar va fikrlar almashtirgan to'g'rilarga fikr qilgan talab nasihat qaygan to'q manda qilsang Uyg'urning ish manda o'ngshiladi deb nima qilsak ko'pinchilari anglamay endi yana shu o'zining deganini qilaverib ba'zilari sizni shu tijorat aylantirib olganlar bor ekan o'zining shaxsiy tijoratiga deb shunday gapni qildi. Ular dedi sen bizga hamda sen shunda Amerika parlamentinikidan manda namoyish qila olsang bulimi uni qabul qiladi. Şunlar bilan ko'rishib, baş parlament a'zolari bilan ko'rishib, sizlar Uyg'urlik masalasini hozir o'tirib qo'ysanglar, ularni anglaydi. Bir motivatliklar qanday qaror chiqargan bo'lsa, sizlar shunday qaror chiqara olasizlar. Buning ishonchimiz bor. Ammo buni harakat qilmasanglar, o'zinglar berib, lobby qilmasanglar, lobby deydi, oldiga berib, berib çekip dağdan anlatmasanlar hiç kim o dağdan anlamaydı o dedim. Onun fikrini edip müşini kıysanlar hareketine karta eğer hakikaten bir hareketini kıysa o sizler bilen alakalaşınız onun için sizlerge yardım yollarını kandalatını kılışını şunun için söz kılımız şunun için yardım kılımız yaptığını kıldı. Onun için şu biz şu Amerika parlamentindeki şu insan hakları komitesi'ndeki parlament azalarını tepip aşındaki şallarını ziyaret kılıp üç varak bugünkü Şarkı Türkistan'ın tunutup ve bugünkü milletimizin ahvalını tunutulan doğruluk anlattık. Ondan için taşkı işler komitesindeki adamların bilenmenin kıldık. Ondan için Uygurlar'a yardım kılavatkan yardımcı olan Uygur'un dağdını onda tümtümende atkan bir parlament azası var. Burası Senator Marco Rubio. Onun ikincisi berip umma dedi. Men yalğız bunu parlamentka üzem yalğız tuntanmayman. Men işte başka parlamentçini kabul yanımı taattem bu Uygur'un meselesi doğruluk bir iş kılmasak bulmaydı dep. Ama sizler Müş Amerikalı qancha ming Uyg'ur bor dedim. Men kam deganda 10-15 ming bor, 10 ming bor, yamancha qolsa 15 ming bor dedim. Mush Uyg'urlarga sen ne Amerikaning 30 shtat, nima 50 shtatning 30 Uyg'ur bo'lsa, ashli bizga shu o'ziningki shtatningki
şu milletvekilleriga, parlament a'zolariga xat yazsin. Meni tuqqanlarimni manda qilib atadi, anda qilib atadi. Bu yordam qil deb yozgandan keyin, undan keyin hamma odamniki va bir nim kelgandan keyin qo'limizga, oldimizga bir o'xshash dard kelgandan keyin buni majburlaydi, besim bo'ladilarmi? Undan keyin bir parlamentning ichida söz açağımız. Söz koygandan keyin söz koygandan keyin mecburi hem de daim bir iş koygandan keyin o meseleni qanday hal qilamiz deb onun qarta qaror chiqarilgan ish bo'ladi. Bunun bir ay vaqt ketishi mumkin. Sen agar nima qilasan, o'shaga bir odamlarni yig'ib, parlament oldida bir namoyish qilib qo'ysang, ham bizga nima chiqishini boshqalar nima qiladi? Bu yerda nima bo'ladi? Parlamentning a'zosiga medialigimi dadamga tunildi, u chog'da bizga cho'ngroq besim bo'ladi, buni hal qilish uchun deb ashunda fikr berganda, shuni fikrini nima qilib, biz ruxsatga iltimos qildik. Allohga shukr, ruxsatni shikaylik ruxsatni bir vaqtdan olib oldik. Shu unda niyatimiz shu, xalqimizni bir yer ko'rsatsak, hammadan bizniki nimasiga yozsa, men bu kundan kun har kuni Washingtonda aşağıda bulunan, ondan keyin yana parlamentning a'zolari hammasi bilan ko'rishib chiqib, hammasining ish planlariga uchrab, dadimizni anlatib, bir 10-15 minut bo'lsa-mu, dadimizni anlatib, bir Uyg'urlar uchun bir yo'l izlaymiz deb bu yo'lni qildik inshaalloh. Sizga yaxshi kunlarni keladi deb umid qilamiz. Bu ishni shu Bilal qarindoshimiz chiqqanlar qo'tamsizlar asosligi. Asosligi shu ikkimiz. Başka qarindoshlarimiz hozir nima qilmadik, hamda men shaxsan ma tarafdagi Washington tarafdagi taqibi 7-8 ay bo'ldi Turkiyaga kelib boshqa deydim Amerikaga. Shu mishada shu Uyg'urlar masalasini nima qilsak, mishada yaqinroq bo'lmasak bo'lmaydi ekan. Unda da Bilal qarindoshim sizdan so'raydiganim, bundaq fəaliyyətlərini ilgirkilərmi qılğan, hamda sizlərmi öz aldığınızda ayrım qeytişsizlər. Sizdən bu işdən ümidiniz, işençiniz barmı? Yəni bir nəticə çıxıdı deyilgan. İnşallah bunun da bizden işençimiz var, ümidimiz var. Çünkü burun qılğanlar olsa, mesela 30 ayaqda bunun qılğanlar bu elə ki nurgun işlağı mesela salqarab bununla tüzük bir çıxamadı. Bunu hem de iniq demişək olmalı. Mesela Abdunamçılar yeni bir mesela demokrasi, human rights degan alam so'zlar qonunga qarab o'qildi. Onun için Uyg'urga nisbatan Uyg'urniki bir parlamentda ovoz yo'q, parlamentda Uyg'urga bir qonun degan narsani chiqarmadi Amerikada, hozir kadar. Amerikada. Siyosatniki markaz bo'lgan bir o'rinda. Hatto odatki shu Tibetni mesela hech qachon bular Shizang demaydi. Tibet deb ismini ataydi inglizcha, Tibet deb. Ularninki parlament ovoz bor, shularning qonunlari bor. Bular yangi qonunlarni bir ayning aldırım yani bir taş kanunu kirgizdi. Tibetlarninkini aslında. Şunda olgandan keyin nemişki bizniki bu başqa qilgan mishadib uzun turgan siyosatin senden yaxshi bilmez. Biz da'vo qilib 30 yil bo'ldi, sen bilmaysan, biz bilgani da'vo qilgan nemish qilishdim. Shuni qilmagandan keyin unda biz bularga o'xshash ishmi, biz boshqa bir ish tutayli. Deb bu ishda biz hamda ikki odam bo'lsaqmi, qilarganimiz qilayli, hamda bu qilmagandan Allohni bizni so'ramaydi, ammo biz qilarganimiz chekimiz yetmeyse biz qilaylik shunda. İşlerimizni tashlab, amanatimizni tashlab, bir ayning oyoqi bizni ishni qilmadik. Yenimizda barning amanat chiqarib, o'zimiz mashinamizga moy qo'yib, yana birini qilib, ajda qilib divan o'tkazsakmi, ashni qilaylik deb biz har bir mushadiki Washington DC'dagi konsullarning ishigini chekib kirib, atroylik milliy kiyimlarimizni, bayroqlarimizni ko'tarib, iznaklarimizni taqib, yozgan narsamizni ko'tarib, ma'noga bir ko'rib qo'yganlar ma'noga bizga bir qanday yordam qila olasizlar. Bizim şunda ezilgen bir milletten bizge yardım kılınlar. Parançlı iştaylı. Bu da bulağı biz yalırup her bir konsolunun işçiliğini çekip, kongresmenlerin işçiliğini çekip, parlamentin işçiliğini çekip, takıvatımız yani. Allah kalırsa bununla bu bir hayallik iş, bunun bir netice çıkıp da ümitte kit var mı yani. İnşallah.